Assalomu alaykum. Info Aziya YouTube kanalining ko'chalari Aravon rayonida Chekobod ayol hikmatiga qarashlik bo'lgan A. Abidjanov ko'chasida 12 sotik maydoni bo'lgan uy sotiladi. Bu yerga kelish yo'llarini hali video davomida ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana bu tomonda Gaybek Aychibayev ko'chasidan keyin o'tib Chekobodga ketayotganda zapravkadan 200 metr примерно o'tdik. O'tib chap tomonga burilib mana shu joyga keldik. Hali video davomida ko'rib olsangiz bo'ladi. Sotiladigan uyimiz mana bu yerda. Hozir ichkariga kirib barchasini sizlarga obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganda trotuar. Mana u ikki tomon sotilgan. Chegarasi mana shu sahna. Bu tomondagi chegarasi mana uyni bu tomoni. Bu uyda orqa tomonida yana biroz joy bor. Bu tomonda esa uyning orqa tomonida katta bog'i bor. Hozir uylarni obzor qilib ko'rsatib, orqa tomonlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kirganda bu yerda veranda, bu yerda mana supa so'risi bor. Bu tomonda mana bir xonasi bor. O'ng tomondagi uyga kirganda birinchi bu tomonda, o'ng tomonida supa so'ri. Bu yerda mana bir xonasi bor. Chap tomonda esa avval kichikroq xonaga, keyin esa boloxona. Alohida yana bir xona. Uyni bu tomonida esa naves ostida bu yerda supa so'ri. Bu yerda yana bir alohida xonasi bor. Xohlasangiz yashaydigan xona qilsa bo'ladi, xohlasangiz mana bunday omborxona qilib olsangiz bo'ladi. So'rini ostida podval bor. Qishki zagotovkalarni shu yerda saqlasangiz bo'ladi. Endi uyda orqa tomondagi bog'larni ko'rsatib o'tamiz. Uyning yuqori tomonda bog' bor. Bu yerda orqada setka to'silgan. Shu setkagacha bog' mana shu sotiladigan uyda chegarasiga kiradi. Bu uyni hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q, qizil kitobi bor. Umumiy maydoni yuqorida aytib o'tganimizdek 12 sotik. Bahosi 6 million so'm. Sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.